Mark xotinining yonida o'zini otib tashlagandan so'ng, uning xotini Emma qo'liga kishan taqilganligini ko'radi va bu erining o'ligi unga ancha qimmatga tushadi. Emma yosh va go'zal ayol edi. Filmning boshida u erining yordamchisi Tom bilan unga xiyonat qilayotganligi tasvirlanadi. Emma erining yoniga borishi kerakligi va bugun ularning yubileyi ekanligini aytib, bu ularning oxirgi uchrashuvi ekanligi haqida ogohlantiradi. Keyin Emma eri Markning yoniga boradi. Mark Emmaga qizil libos kiyishini aytadi va ular restoranda birga ovqatlanishadi. Ovqatlangandan so'ng Mark Emmani ko'zlarini bog'lab, uni shahar tashqarisidagi dala hovlisiga olib boradi. Ular bu tunni birga o'tkazishadi. Ertasi kuni Emma ko'zini ochib, qo'liga kishan taqilganligini ko'radi. Mark esa o'zini otib tashlaydi. Emma kishanning kalitlarini qidirishga tushadi, lekin kalit yo'q edi. Telefoni ham ishlamayotgan edi. Yerto'laga tushib, asboblar bilan kishanni buzmoqchi bo'ladi, lekin hech qanday asbob-uskunalar yo'q ekanligini ko'radi. Mark barchasini oldindan rejalashtirgandi. U pichoqlarni ham, barcha kiyimlarni ham yo'q qilgan edi. Emma Markning mashinasining kalitini oladi va garajga borib mashinani yurqazadi. Lekin mashina yurmaydi, chunki Mark barcha benzinni to'kib yuborgandi. Shu payt birdaniga magnitofonda Markning ovozi eshitiladi. U Emmani birinchi uchratganda hech narsasi yo'q, oddiy bir qiz ekanligini, unga qancha yordam berganligini, evaziga esa unga xiyonat qilganligini bilgani va bu uni tamom qilganligini aytadi. Emma Markning jasadini sudrab, yana uy tomonga olib kiradi. Shu payt eshik taqillaydi. Bu uning jazmani Tom edi. Tom, sen menga xabar yuborganing uchun keldim deydi. Lekin Emma hech qanday xabar yubormaganligini aytib, eshikni ochadi. Tom jasadni ko'rib dahshatga tushadi. Ular tushunib yetishadiki, Mark bularni barchasini rejalashtirgan. Ular jasaddan qutulishni o'ylab turishganda, uzoqdan mashina kelayotganligini ko'rishadi. Emma ichkariga kirib, eshikni qulflab oladi. Mashinadan santexnik tushib, uyda kimdir bormi deb so'raydi. Tom esa menimcha hech kim yo'q. Men anchadan beri turibman deb javob qaytaradi. Shu payt mashinadan ikkinchiga tushadi va qo'lidagi pichoq bilan Tomni o'ldiradi. Ular eshikni buzib uyga kirishadi. Emma esa jasadni sudrab garaj tomon boradi. U yerda Emma bir temir topadi va u bilan Markning qo'lini chopib tashlaydi. Santexnik qon izlarini ortidan borib garajga kiradi va u yerda jasadni ko'rib qo'rqib tashqariga chiqib ketadi. U sherigini chaqirib keladi. Ular Emmani ichkari deb o'ylab qidirishni boshlaydi. Emma esa shu payt benzin topadi va uni sudrab mashina turgan garajga olib borib benzinni mashinaga quya boshlaydi. Shu payt yigitlardan biri garajga kirib keladi va benzinni uzib tashlab mashina balonini teshadi. Emma tashqariga chiqib yerto'laga berkinadi. Shu payt yigitlardan biri uning ortidan kiradi. Ikkinchisi esa tepa qavatdan yerto'lani eshigi tomon yurib kelayotgani. Ular Emmani tutib olishlariga bir baxay qolganda, Emma pult bilan mashina signalini yoqadi. U chordoqqa chiqadi va yigitlarga tuzoq qo'yadi. Uning mashinasining kalitini oladi va ikkinchi sherigini ham urib qamab qo'yadi. Tashqariga chiqib mashinani o't oldirayotganda yigitlardan biri oynani sindirib Emmani tutib oladi. Emma 911 ga qo'ng'iroq qilishga ulguradi. Shu payt yigitlar urishib ketishadi. Birozdan so'ng Emma qo'li yana Mark jasadiga kishanlangan holda ko'zini ochadi. O'g'rilardan biri Bobby Emmaga seyfni parolini ochishni talab qiladi. Uning oyoq barmoqlarini kesmoqchi bo'lganda, ikkinchi sherigi Jimmy unga qarshi qurol ko'tarib turadi. Jimmy Emmaga parolni aytishini, ular tinchgina ketishini aytishadi. Emma esa bu kishandan qutulmaguncha ularga hech narsa aytmaydi. Kishandan qutulgandan so'ng Emma ularga seyf parolini aytadi, lekin seyfda hech narsa bo'lmaydi. Faqat bir qog'oz. U qog'ozda siz izlagan brilliantlar uning yuragi atrofida deb yozilgandi. Ular Emmani bo'ynidagi taqinchoqni yechmoqchi bo'lishadi, lekin u yechilmaydi. Shu payt Bobby to'pponchani oladi va sherigini Jimmyni uradi. Emmani otib tashlamoqchi bo'lganda o'q tugaganini tushunadi.
Shu payt Jimmy uyg'onib, uni to'xtatmoqchi bo'ladi, lekin sherigi Bobbi uni o'ldirib qo'yadi. Emma esa pichoqni olib Bobbiga tashlanadi. Emma uning qo'liga kishan taqib qo'yadi. Emma emaklagancha muz o'rtasi tomon boradi. Bobbi unga yetib olib Emmani bo'g'a boshlaydi. Shu payt Emma uning yuziga tepib, yelkasiga pichoq sanchadi. Muz yorilib, jasad suvga tushib ketadi. U bilan tushib ketayotgan Bob esa Emmani ham o'zi bilan birga olib tushib ketadi. Endi jang suvda davom etadi. Bob Emmani qo'yib yubormaydi. Shu payt Emma Bobning yelkasiga sanchgan pichoqni sug'urib olib uning ko'ziga sanchadi. Bob esa cho'kib ketadi. Emma esa muzni pichoq bilan yorib, muz ustiga chiqadi. Tashqaridan esa politsiya va tez yordam ovozi eshitiladi va film tugaydi.